O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov Ramazon oyida umra ziyoratini ado etdilar. Jamiki musulmonlar nomiga duo qildilar. Marhamat, hamma ko'rsin, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kimdir bu dunyoda 100 yil yashaydi. Kimdir bu hayotdan ketar noqiron. Hammasi ham bir kun vidolashadi. Hammasi ham ammo tinchmas bir on. İnson umrida nelar ko'rmaydi, bar kechirar, azob, orom, orzular chirog'i bizni qo'ymaydi, bizni parvonadek qilib olar rom. Goh dil shikasta, goh quvonch bilan kecha kunduz kabi o'tadi umr. Dardkash bo'lolmaymiz do'stlarga, ba'zan hayolga ham kelmas so'ramoq uzr. Hatto eng muqaddas ota yo ona qabriga yodimizga kelmas qo'yish dasta gul. Ba'zan shuhrat qilar bizni ovora, ba'zida nafsimiz qilib qo'yar qul. Yelib yuguramiz, lekin ming attang shu hayotdan mangulik markamiz ko'z. Odamlar yuzga tikilib o'chan shu choq tilimizga kelar bitta so'z. Go'yo eng muqaddas talovat kabi razo bo'ling deymiz hammaga takror. Faqat odamlarning rizoligidan o'zga buyuk orzu yo'q kabi zinhor. Rizo bo'ling deymiz. Go'yo shu damgacha biz aytishlikka ulgurmagandek. Endichi hayolga kelmas shuhrat, zar, odamlar ko'rinib qolar muqaddas. Odamlar rizosin o'ylar ba'zilar. Afsus so'nggi damda, afsus, afsus. Bir nafasli inson. Assalomu alaykum azizlar, bugun ustozimiz bilan sevgiligimiz zotlariga iftor paytida kirishga harakat inshaalloh. Alloh nasib etsa sevgiligimizni yo'llarda iftor qilamiz. Ustoz, hayajon qalay? Bir umr kutilgan narsa. Bugün ro'yobga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana hokimlar poylarida o'tiribmiz. Hazır ittamlik qilamiz. Nabi sizga Toshkentdan milyon insonlar sizga salomlar yo'lladi. Hammasini so'rovlarni qabul qiling. Qabul qiling. Qabul qiling. Ya Allah. Az qoldi inshaalloh. Kuzatim. Assalomu alaykum. Bu emotsiyalarni bu video yetkazib bera olyaptimi yo'qmi bilmadim, lekin bizni ham hayajonga soldilar hozir. Alhamdulillah nasib qilyapti inshaalloh. Hammaga nasib qilsin sizlarga ham. Assalomu alaykum.